Yarim final. Chihambili. Ha, qanaqa? Chihambili. O'zimiz loyihasiga. Zapal bo'lgan. Qirg'izistonmi? Men tapchika demak. Yo, ani tapchika nima bo'ldi? Animi tashlandi. Bu go'sht. Bu normalniy narsa ekan. U Achkili bratellar. qora jantay. Sizdagi forma vashe zo'r ekan. Bunaqa tam. Nima yeymiz muxlislari? An'anaga sodiq qolamiz. Sizlar uchun sovg'a atab qo'yganmiz va shuni ko'rsatuv boshi topshirib qo'yishni qaror qildik. Demak, Dildoraxon bu safargi ko'rsatuvimiz g'olibi, eng yaxshi komment va eng ko'p like yig'gan komment egasi. Siz uchun mana shu sovg'a atalgan. Artil Official profiliga o'z ma'lumotlaringizni qoldiring va mutaxassislarimiz siz bilan bog'lanib, ushbu sovg'ani yetkazib qo'yishadi. Kontentni esa har doimgidek like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Komment yozishda charchamaymiz, chunki siz keyingi g'olibimiz bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bizni ushbu nimamiz ko'rsatuvi orqali ko'rib turganlar, bizda yarim final. Yarim final. Yarim final. Va nihoyat. Birinchi ishtirokchimiz aktyor, bloger, kaskadyor Mo'minjon Ibrohimov. Assalomu alaykum. Ha, men o'sha. Ikkinchi ishtirokchimiz bloger, youtuber, tanqidchi deyman, kinokritik, novella kritik, Da, shunaqa to'g'ri. novella kritik И oshpaz. va oshpaz Farruxjon Sharipov. Orada familiyamni esdan chiqardim. Yo'q, Farruxjon Esori. Yarim final bilan avvalambor sizlarni tabriklayman. Qattiq janglar bilan. Bu yoqishim bitta ustozi Yutdi. Da, domlani yutmagan o'quvchi emas deydimi? Qanaqa maqol bo'lsa ham. Xullas Azamjon domlani yutib chiqdilar. Bu yoqishim Endi asli yutib. Asli yutib. Oddiyroq g'alaba bo'ldi, lekin glamiz g'alaba bo'ldi. Demak, yarim final shartlari o'zgargan. Endi biza bir-birimizga baho qo'yib, lazikalamizga qarab, qosh-qovog'imizga qarab o'tirmaysizlar. Qosh-qovoqqa qarashga boshqadan topib keldik. Professional oshpazimiz o'yin so'ngida sizlarga ovqatingizga baho qo'yishadi. Baholash bitta. Mana ko'rinishiga, ta'miga emas, faqat ta'miga. Ta'miga. Yaxshi ovqat qilgan yutadi. Bo'ldi. Nuqta bo'lish kerak. Jo'stkiroq bo'lish kerak bu yog'iga. Demak, biz yarim finalimizni boshlaymiz. Bugun Farruh Sharipov qo'llaridan nima yeymiz? Nima deymiz, aka? Siz o'tgan safar bizga Italiya kuxnyasimidi, Alfredo? Italiyada. Ha, bu safar Uyg'urcha. Uyg'urcha? Ha, Uyg'urcha. Lag'mon. Albatta, qovurmasi faqat. Qovurma lag'mon. Siz o'tgan safar kuygan go'sht sayqi beruvdingiz. Bu safar kuydirmang. Bugun gruzinskiy chihambili. Qanaqa? Chihambili. Yumshog'i. Yumshog'i bilan. Ketdan telefonga sразу murojaat. Kim bor? Ikkitalab. Abo chihambili. Yo, to'xta. Nima chiqamili qanaqa ovqat edi? Chihambili tovuq bo'ladi, anu bo'ladi, bolgarskiy bo'ladi. Italiya nafasini. O'zbekcha tovuq jarkoppi, gruzinskiy variant. Men gruzinskiy qilaman deb o'zbekcha qilib qo'ymayman. Demak, boshlasak bo'ladi. Xo'p, nimalar kerak bo'ladi aka sizga? Lag'moningizni hozir topishib yuboraman. Уже boshladinglar sizlar. Давайте go'shtni olamiz. Mahsulotdan yig'ib bo'lganinglardan keyin men sizlarga ikki og'iz savolim bor edi. Mo'min aka, nima bo'ldi vaziyat? Hozir shu yerdamiz. Bo'ldi. Men jarkopim-ku bu. Da? Yo'q emasmi? Go'shtimizni Steak bob go'sht. steak bob. Mana qarab bu qanaqa? go'sht. Mana shu go'sht 20 minutdan keyin lag'mon ko'rinishiga keladi. Davay boshladi. Demayman, Artel kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, siz gapiryapman. Ayting. Artel kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan muzlatgichlardan sizga mahsulotlarni olib beraman. Xo'p, ana endi sekin aka o'tgan safar Laziz sizga bergan savollardan qochamiz. Ijodda nima yangilik desam? Yana qaytdi. Mana chesnok yo'q. Chesnok bor, Chesnok bor aka. tozalangani Sразу bor. unaqa norozilik kayfiyati bo'lmasin, tozalab qo'yganmiz. Bahona topamayman-da, to'xtatib. Ketib borishga bahona topdim. Hozir yarim soatlik syomkam bor, 1 soatlik syomkam bor bo'ldi sizda.
Da. Boshqa syomkalarga tushib beradingizmi yo o'zingiz yangi kontent boshlayapsizmi? Yaqin orada Shahriyor bilan syomkamiz bor. Xo'p, bu Tashlandiq kinosini o'zlari bilan birga ko'rib, o'zlari. sahna Animi? ortidagi sirlarni. O, animi tashlandiq bor, Bobom mana bu telka kim? Ha, Bu sani onang haromi deydi. O'sha joylarni, Aynan mana shu joyini ko'rmaylik deb aytuvdilar. shu joyni ko'rmaydi, tarqab ketgani uchun siqib qo'yganlar. Da. Yo'q, o'sha joyini aka men uchun ko'rib bering, Shahriyor aka, agar meni qachondir ko'zingiz tushib qolsa, aka. qara man bitta idish bergan endi vijdonan yordam ber. Anti davleniya boshlandi. Aka, menga yordam ber, kimdir yordam bersin menga. vijdonan yordam ber. Shahriyor aka bilan syomka qilib bo'ldi. Yo'q. Tashlandiqmi? 8-da bir kechada iyun o'rtasida chiqadi. Iyulni o'rtasida chiqadi. Iyun o'rtasida. N o'rtasida chiqadi. Jahon chempionati paytida ko'ramiz. Paytida ko'ramiz. O'sha mana O'zbekiston Portugaliya o'ynayotgan kunida tanlaysiz yoki Yo'q. Farruh Sharipov yo O'zbekiston terma jamoasi nechadir yil 32 yil deganda jahon chempionatiga chiqqanini ko'raman yoki tashlandiq ko'raman men. Ha, boya kaskadyor deb bekorga e'lon qildim, chunki Mo'min akaning qo'llarini ko'rishinglar mumkin. Bo'yinlarida ham chandiqlar bor. Tirikchilik. Rasmni desam, yo'q, kecha kaskadyorlik qildim dedilar. Ne, prosta bir kino syomkasida shunaqa joy bor ekan, qochadigan joyim bor. Endi u komediya. Endi men sal neobычныйroq narsalar bo'lsin dedim, oddiy qochmay dedim. O'zimdan chiqqan fikr. Xo'p, aka qaysi kino edi? Qatnab kino haqida. Parkur 13-rayon bor-ku. Men aytaman, shu kungacha qaysi sport turiga misol uchun qatnashgan bo'lsam, ozginadan bo'lmasa o'sha turklarni ham ozginadan qilay deyman-da. O'shanga davay deman, qochishim dedim, sal boshqacharoq bo'lsin dedim. Nimadir Sakrab beraman ulardan dedi. qochib, sakrab o'zimdan chiqqan fikr. O'zi oddiy sakrash bo'lganda, yo'q degan, men jonimni xatarga qo'yaman deganlar. Razman keldimmi degan. Mana bunaqa setkalar bor, bilsan? Aha. Mana setkalar. Aka dedim, o'shanimda yirting dedim. Ploskada kesib chiqdi, qaychida. O'shan orasida mana o'tishim kerak edi. O'tishim kerak edi. Shu yerga sim kirdi, mana bular kirdi. Budim chiqdim, o'xshadi kadr. Mana bitta o'xshamay qoldi. Mana bular o'xshamay qoldi. Bittada o'xshadi. Lekin bittada o'xshadi, ikkinchisini qilib bera olmayman. Chunki ikkinchisi mana bitta bo'lardi. Ikkinchisi mana bitta bo'lardi. 13-rayon katta rol o'ynaydimi u yerda? Aytaman-ku, oldin shunaqa sport turi moda bo'lib ketganda, bizda ham. Misol uchun, siz nechinchisiz? 2000. O'sha paytlar. O'shanda biz ham qiziqib qatnashib qo'ygandim. Demak, shu haftada chiqqan yangiliklarni aytsak, Ana nima deydi? Yangiliklar rubrikasi. Xo'p. shunga munosabat bildirsak. Aha, xo'sh. Hop, mana hozirgi kunda O'zbekiston delegatsiyasi Samarqand hokimligi tomonidan xalqaro munosabatlarni tiklash va kiberxavfsizlik bo'yicha AQShga ketgan delegatsiya, bir qator delegatsiya va u delegatsiyada Vayner, O'tkir Shodmonov ham bor. Serios. Kiberxavfsizlik bo'yicha seminarda ishtirok etyapti. Xalqaro munosabat, iqtisodiy munosabatlarni tiklash bo'yicha-da, mana aka tushunyapsizmi? O'tkir buzadi-yu. O'tkir temasi nimaga ochdiki, Smilada ommaviy axborot vositalarida Vayner nima qilyapti bunaqa seriozniy tadbirda deb chiqishibdi. Bitta gap aytayman. Jonga tegdi. Yomonlurmanglar blogerlarni-da, real aytaman sizlarga. Masalan, ijod qilayotgan ayrim bir qo'shtirnoq ichidagi blogerlarga nisbatan juda ham yaxshi ijod qilayotgan blogerlar bor. Juda ham yaxshi foydasi tegayotgan blogerlar bor. Va Farruh. Da, prosta bitta narsa, iltimos yuragini kengroq qilinglar va podдержка qilinglar. O'sha odamlar o'ssa o'sadiki va sizga foydasi tegsa tegadiki, lekin zarar tegmaydi. Ayrim yoritib bera olmagan narsalarni, misol uchun blogerlar yoritib beradi. Agar televizorda shu narsani aytgan edi, men ko'rmasdim, O'tkirdan ko'rib aniq qildim deganlarini ko'rdim kommentda. Yo'q, to'ppa-to'g'ri, unaqa narsa emas. Prosta yomonlurmanglar, har bir odamning jamiyatda o'zining o'rni bo'lishi kerak deb o'ylayman. Haqiqatdan yomon bo'lsa-chi? Kim blogermi? Ha. Bo'ldi, ana o'shani yomonlaylar. Mana bitta tirraqi buzovni deb butun bir poda yomonga chiqadi deydimi, nima deydi? Xuddi shunaqa gap-da. Kommentda yozyapti. Siz deyapti. Mana aytayotlar, nima deydi jurnalistlarga. Sizni boshqa ishingiz yo'qmi deyapti, shu o'tkir o'rganishdan boshqa. Biz vaziyatni o'rganyapmiz deyapti, ana odam. Shunisi hamma ishini qilib, "Davaychi bugun o'tkir o'rganamiz." Unda o'tkir nima ish qilib yurgan ekan bugun? Siz mana nima deysiz? Farruh, mana blogerlar haqida. Men misol uchun
oltitami novella ko'rdim. Ular blogerlar nima deb o'ylaydi? Kim deb o'ylaydi? U odam emas. U har doim hamma narsada hype qiladi. Yaqinda bittasi tipo blogerni opasi o'lgan syujet bo'yicha-da, maytni ko'tarib ketayotganda mobilograf kelib bemalol syomka qilyapti-da. Uni o'shani yomonlab chiqishyapti. Nimaga sen buni syomka qilyapsan desa, axir buni akasi bloger-ku deyapti-da. Tipo agar bu blogerning qarindoshi bo'lsa, biz borib syomka qilib tashlaymiz dedi. Unaqa narsani. Mana shunaqa narsada Faqat yomon taraflarini ko'rsatishyapti. juda ko'p-da. Именно kattalarning fikri mana shu orqali shakllangan deb o'ylayman. Kattakon rahmat sizlardan. Rahmat, yaxshi fikrlarim bilan birga bo'ldi. Xo'p, yangi rubrika qo'shganmiz, siz o'ynadingiz, siz o'ynamadingiz. Blitz savollar beramiz, sizda bo'lgan yoki bo'lmagan. O'tib ketaverasiz, shunaqa bo'lgan, shunaqa bo'lmagan. Demak, Mo'minikadan boshlaymiz. Egasiga yetmasdan kimnidir telefon titkilaganmisiz? Yo'q. Unaqa bo'lmagan. Etib keyin titkilagansiz? Yo'q, umuman biron telefon tiklagan. Unaqa voqea bo'lmagan. Xaslashib aytaman, SMS-laringda nima bordi? Bizga ham ko'p Bitta qiladi. SMS-ni o'qib olay dedim. Ko'rasanmi? Yo'q, bu narsaga yo'q. Hop, qaysidir aytgan gapingizdan qattiq uyalib qolgansiz, keyin gapirganingizdan keyin afsus. Bekor qilmanmi? Bo'lgan. Bekor gapirdim. Uverni gapirib keyin bekor qildim da. Bularda bu narsa inakda bo'lib turadi-da. Zapal bo'lganmisiz? Har xil odamga bo'lishi mumkin. Misol uchun ota-onaga, ukaga. Har xildan bo'lganman, uka. Hammaga bo'lib chiqqanman bittadan. Yo'q, xaslashdim, bo'lganman. Podrobni aytmadilar Yo'q, baribir. Yo'q, endi yetishmam mumkin, bo'lganman. Lekin sizlar o'ylagan ma'noda temada emas. Men bilaman nima o'ylayotganinglarni. Telefon qo'lingizda turgan payt telefoningizni qidirganmisiz? Bo'lgan. Mana bunaqa narsalar bo'lgan. Voy, taksida qolib ketdi. Qo'lda telefon lekin. Mana oxirgi senga aytaman, qachon bo'ldi? Konsert payti bo'ldi. Rost shoshib yurdim. Problemalarim bilan. Mana o'shanda bo'lgan. Menda ikkitada telefon, bittasi yo'qolib qolishi aniqda, tushunsan? O'sha qolib ketdi deb o'ylaganman-da. Instagramga qo'yilmagan, lekin katta rasxod ketgan kontent Bor. bor. Hali ham qo'yilmagan. Qo'yilmaydi. Qo'yilmaydi ham. Sababi? Banga tushib qolasizmi qo'ysangiz? Yo'q, banga emas, o'zimga yoqman. Ha, prosta o'zingizga Lekin yoqmagan. rasxod ketganmi o'shnigina? 5.5 mingmi ketgan. 5,5 ming dollar rasxod ketgan. Qaysidir odam jiddiy gapirayotganda kulvoring deb chidab turgan paytingiz bo'lganmi? Juda ko'p bo'ladi bu narsa. Prям jiddiy gapiryapti-da, mo'min. Mani tushun, u yo'q. Bo'lgan. Bunaqa narsa bo'lgan. Juda jiddiy gapirayotganda bo'lgan, boshqa bo'lgan. Nima sen kulyapsan? Maynochilik qilsan. Bo'lgan. Aka, kechiring. Iltimos bilmayman, kelib qoldi deganman. Qaysidir blogerga negativ yozish? Yo'q, bo'lmagan. Umuman yozmaysiz. Yo'q. TV profildan hammi? Yo'q. TV profildan kuzatishim mumkin. Lekin yozmaysiz baribir. Yo'q, lekin yozmayman. Yozmay qilaman. Yo'q, yozmayman. Prosta yaxshi blogerlar bor, maza qilib kuzataman. Yomon blogerlar bor, umuman ko'rmayman, bo'lib. Boshladik. Demak, qaysidir kontentingiz uchun telefon qilishganmi? Ha, qaysidir kontentlarim uchun. U mana buni olib tasha, nayizli, bosim. Ha, hamma shundan boshlaydi, keyin bo'pti aka, biz siz uchun deylik, iltimos olib tashlang bo'ladi keyin. Lekin u olinmaydi. Yo olingan ham bo'lganmi? Qanaqa gaplashishga, qanaqa argumentlarga qarab, agar men prosta u mendan yoshi katta bo'lgani uchun men olib tashlashim kerak bo'lsa, olmayman. Chunki men anaqa narsaga qo'shilmayman, nima desa bo'ladi? Hurmat yosh bilan emas, o'sha bosib o'tilgan yo'l bilan o'lchanish kerak-da. Ha, hurmat so'rab olinmaydi. 50 yoshli toifa bo'lsa men nima qilay? Misol uchun-da, uni gapiga kirmayman. Ha. Xo'p. Telefoningizni yo'qotib qo'yganmiz? Telefonga yaqin tema bu ham. Telefonimni yo'qotib qo'yganman? Ha, hech yo'qotib qo'yganmiz? Ha. Menda bilasan, mana shu menda nima bo'lgan? Telefon parol esimdan chiqib qolgan. Esimdan repetitsiyada tinchlikda qotganimizda mana bunaqa holat bo'lganda, charchadik repetitsiyadan, tushunsan? Face ID ochmadi. Face ID qo'ymasdim. 5 marta terdim, juda 1 minutga tushdi. Yo'qmaydim. Parolni chi dedim. O'sha parol esimdan chiqqani yo'q. Da, esimdan chiqqan parolni, lekin avtomatik teryapman xayol bilan.
Yana tersam yo'q. Yana tersam yo'q. Tushunding? Parol esimdan chiqdi. Bitta imkoniyat qoldi. 24 soat berar ekan. O'shani kutdimda, o'sha parol bo'lsa kerak edim. Bir kun kutsang, esing keladi. Tegmaysan, esingdan chiqib qolgan narsani bir kun kutsang, esing keladi. Qizim oldida. Yur dedimga. Hammasi o'shga hozir dedimda. Men anuni to'xta, yo'q qizim yashayapti biz bilan. Shunga ham qizini berib yuboribdi. Nima bo'ldi? Telefonni deb qizidan voz kechgan ota deb chiqadi. Shunaqa uzr gapinglar bo'ldi. Yaxshi biz bilan baxtli. Toshkent shahrida mashhur bloger telefonni deb bolasi. Xo'p. Birov ko'rib qolsa sharmanda bo'ladigan переписканgiz bormi? Birov ko'rib voy, любой переписка-yu. Прям. Da, og'aynilar chatida yasabinda. Qizlar bilan emasmi? Yo'q. Qizlar bilan anaqami SMSmi? Yo'q. SMSda gaplashasizlarmi? MMSda yuborasizlarmi bir-biringlarga? Boshqa savolga o'taylik. Xo'p, nimaga shuni sotib oldim deb qaragan narsangiz bo'lganmi? Nimaga shuni oldim men? Da bo'lgan. Kamera sotib olganman. Operator bo'lib turib. Yaxshi operator kamerasi bo'lmaydi chunki. Chunki har safar yangi narsalar ishlatasiz, boshqa narsa ishlatasiz. Agar proyekt haqiqatan kuchli proyektda ishlayotgan bo'lsangiz, ularning o'zini kamerasi bo'lishi kerak yoki ularda byudjet bo'lishi kerak. Chunki siz bitta kamera olib kelib turib, syomkani hal qilib olmaysiz-da. Ammo bittada shunaqa syomkaga o'tib qolganman, o'tdi уже chiroyli, qarayapman, mana nikellarni sotib olmayman-da, men. Shuning uchun sotib olganman. Bu zo'riga keldim-da endi. Qiz bola bilan ro'diga tushganmiz. Yo'q. U tushib qolgan. Men borib olib chiqqanman. Ancha oldin bir. Yo, o'zi umuman ro'diga tushganmiz. Ro'vidagi da. Sababini aytamiz. Yo'q. Bir marta o'sha olib chiqqanim tushgan, borganman. Keyin anaqada nima edi? Mana yaqinda video olib qo'ydi. O'shanda borib kichik bir suhbat o'tkazishdi. Boshqa unaqa qilmaydigan bo'ldingiz. Tarbiyaviy. Da, shunaqa ozgina maslahatlar berishdi. Maslahatlarni olib qoldim men. Va uni ishlatasiz? Ha, конечно. Maslahatlar ishlatmasam yana maslahat berishadi. Da, ishlatmasam, уже video ko'rinishida men ularning maslahatlarini yetkazishim kerak bo'lib qoladi. Ishgalda nokaut bo'lganmisiz? Oqqanmisiz, например, xalq tilida aytganda? Yo'q, oqmaganman, lekin Urushmagan ekansiz unda? Yo'q, men oqmaganman. U bilan birga tosh ustiga tushib o'chib qolganman. Birga. Ha. U o'chmagan lekin. U srazu bilmagan, o'chib qolganimni, короче, endi mamlaqa yotganimda urilganmi? Ustidaman-da bundan. 2-3 marta urgan. Qarasa sekin anaqa qon mundoq bo'lyapti. Ha, ne kuldingiz? Hazillashaman bilan. Mana shunaqa bo'lgani kulgiyapti. Eng esda qolgan avariya. Eng esda qolgan Polibon bir avariya bo'lgan-ku. Kayfiyat ko'taradigan Yo'q. Avariya oqqanmiz. Yo'q, oqqan. O'lishga sal qolganmi? Ro'diga tushganmiz. Bobongizning so'nggi so'zlari. Qanday meros Men bilaman so'nggi so'zni. Xo'p, mana bu bayramona savol siz uchun. Kayfiyat ko'taradigan savol. O'sha payt bayram bo'lgan. Alif bayramingizdagi she'ringizni esla olasizmi? Yo'q, Alif bayramini tan olmaganman lekin. Tan olmaganman? Da, priznovat qilmaganman. Nimaga? Harf ham berishmagan. Yo'q. Tutuq belgisi ham bo'lmadi. Yo'q. Ani ishtirok etmasdim ko'p narsalarda. Tadbirlarda. Maktablarda aktiv emas edingiz. Yo'q, вообще. Menga bunaqa Interes yo'q edi. Ha, qiziqishimni ochib bera olmaganda. Ular aybdor xullas. Xo'p, juda qumishga uxlab qolganmisiz? Nima qarayapsan? Da, uxlab qolganman. Afsus bo'lganmi? Da, afsus bo'lgan. No, ishga kirmoqchi bo'lganman. Bitta ofitsiant bo'lib ishlardim. Barmenliga zo'r joyda ish chiqib qolgan. Aka menga aytganlar-da. Короче, mayli, opiting yo'q, biz seni olamiz. Ko'rinishingdan olib chiqib ketadigan bolaga o'xshayapsan deganlar. Bo'ldi, конечно, deganman. Ertaga soat 8 da kelishing kerak deganlar. Shu uxlab qolganman. Kungacha ishlab ko'rgan eng oddiy ishingiz. Mana shu uxlab qolgan. Eng oddiy ish, eng oddiy qaysi ma'noda oddiy? Qanaqaki, misol uchun
Ofitsiantlik ham oddiy ishlardan hisoblanadi. Da. Mo'ykada ishlash bor, aravakashlik bor, marini qo'yib berish bor. Oddiy ishlar. Ha. Mickey Mouse bo'lib ishlaganman. Yo, Mickey Mouse bo'lgan ekanlar. Ha, Mani serios. nima o'sha? Qatta bo'lgan bu. Multikda. Ha. Hazil shoma. Yo, unaqa hazil o'tmaydi. Seriously? Серьезный Mickey Mouse bo'lganman-da. Qatta? Raddomlarda o'sha syomkalarga chiqiladi, chaqirishadi-yu. Ha, Shunaqa? shunaqami? Ha. Qanaqa bo'ladi? Ter, Ya, ну, qishda, suvda qanaqa? qishda sovida maza. Ha. Ovqatlar avjida, lekin bugun o'yinni juda ham qattiq bo'ladigan. Chunki nimagadir Mo'min aka o'tgan safar sharmisor bo'lishliklariga ozgina qolgandi, bu safar qattiq tayyorlanib ketdilar. Endi bu yoqishim o'tgan safar ham yorib tashlagandilar, bu safar ham yorib tashlayman deyaptilar. Tushunishim bo'yicha hech kim yutqizgisi kelmayapti. Hamma Yevropaga borgisi kelib turibdi. Albatta. Yo, o'zi maqsad просто shirin ovqat tayyorlash. Voy. Xalqimiz ko'nglidan joy Deyiladi, olish. Ichimda. Boshida shunaqa. Agar deyiladi. yutmasang, Nimaga kelding? Oh, billah. Yo'g'i. Qaysi voqea bo'ldi? Tatib ko'rdilar. Yo, men oxirigacha kutaman bu Oh, voqeani. bilan akajonim. bu anaqa nima edi? Yoki ruhiy bosim bu. Ha, programmirование bu. Ketga bosim berilyapti. Bu yoki NLP deyiladi, neurolingvistik sizga zarba bo'lyapti. Chunki aka boydan beri To'xta, ukajonim, to'xta. Kel Yo, mana. Ma uchinchi uchun mana bitta shef povur o'tiribdi. Tatib ko'rsang bo'ladimi? Tatib ko'rsang bo'ladimi sen? Yo'q. Hididan ma'lum bu zo'r ovqat bo'lishi. Oxirida bilaman, o'shancha ichman. Tushunarli. Baho bermaysan mana. Boydan beri nima anu Qani, fuqil bitta ichib ko'r. Mamatga anaqa nima edi? Oq ketdi, ishingiz kir, nasreniz buzildi sizni hozir. Nima ovqat qo'yman, voy o'lmasam. bizani chaqirishyapti aka. O'zimiz loyihasiga. O'zimiz loyihasiga. Yana nima deyapti aka? Bo'ldi. Bo'ldi. Anaqa nima edi? Millionni konsertini ko'rish. Millionni konsertini ko'rish uchun. Da, Siz o'zingizga qiziq siz uchun bo'ladimi? o'tda nima qiziq narsalar bo'lishi mumkin aka? O'zi bizda kelgan mehmon bitta yaxshi narsa ko'radi. Qanaqa edi o'zi yaxshi kinolar, o'zimizdan bizda olingan shunday sifatli narsalar bor edi-yu degan kinoni ko'ramiz. Mana nima ahvol degan. Bu nima ahvol endi? Bu nima ahvol? Video, ana rasm ketma-ketligini ham ko'rsak bo'ladi. Agar bunaqa ma'noda bo'ladigan bo'lsa, kinoyizga ham borish mumkin. Millionga ham borish mumkin. Любой temaga borishim mumkin. Любой temaga borish mumkin. Nima bo'ldi aka sizda vaziyat? Chexanbelini chechanbeli qilib. Yo'q, bitta narsa. Biz azaldan oshpazlar oilasida tug'ilganmiz. Sal narsa o'xshab qoladi, bilasan. Eskilardanmiz. Kattaga chiqib ketadi. Azizlar, mana eng qizg'in pallalarga yetib keldik. Yarim final bahslarining ilk uchrashuvi Mo'minlayev hamda Farruh Sharipov. Farruh bilaman, aka? Ha. Pauza qilgan ham qo'ymayapti. Mo'minlayev hamda Farruh Sharipov tomonidan bugun yarim final bahslaridan finalga kim yo'llanma olishini aniqlab berishadi orasidan, lekin biz buni aniqlab bermaymiz. Baholash tizimimiz o'zgargan, umuman o'zgarib ketdi. Ya'ni bu ovqatlarga bahoni Chef Catering kompaniyasining bosh oshpazi Javohir Boboxonov baholaydi. Marhamat. Bular endi finalga. Marhamat aka. Assalomu alaykum aka. Xush Assalomu kelibsiz. Aka, qalbog'ingizni ko'rib qo'rqib ketishyapti akalar. Nimalar qilib qo'ydik deb. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Charchaymiz. Xo'p, hech qanaqa tanishmasmiz. Lekin-chi, ana sizdagi forma prям вообще zo'r ekan. Foydasi Da. yo'q. Ovqat Foydasi yo'q. Ovqatda gap. Mayli. Siz baton yaxshi ko'rasiz deb olib kelib qo'ydik. Demak, yana bitta narsani aytib ketamiz. Saralash bahslarida biz podacha va tamga baho qo'ygandik 1 dan 5 gacha. Hozir umumiy tamga baho qo'yib beradilar. bitta ovozlarni kimga bersalar, o'sha odam final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Qani, kimdan boshlaymiz? Chexanbeli o'zi achchiqroq bo'ladi. Keyin undan keyin o'sha boshqa ovqatni mazasini bilolmaymiz. Ha, Birinchi unda lamondan boshlaymiz. damondan boshlaymiz. Qani,
O'lagar bunaqa hech qachon hayajonlamagan. Farqga mahoratlari qani? Alfredoda yorvoruvdilar. Xo'p, vaziyat. Go'shtini yeb ko'rdilar, lag'monni ham qo'shib yeb ko'ring deyaptilar yo demancha. Go'shtlarda hamma gap. Yo'q, lag'monni ham qo'shish kerak deb hisoblayman men. Aka to'y bo'lmay. Nonlar bilan turibman. Hazillashdim. To'y bitgan ovqat bu. Xo'p, buni edilar. Hozir endi baribir ana ovoz bermaydilar. Uyoni ham yeb ko'radilar menimcha. Oldin suv ichib olasizmanda. Что buni ta'm bilan buni ta'm aralashib ketmasligi uchun chixanbili biz yoshligimizdan tayyorlab kelganmiz. Biz o'z tegi Bakuga borib taqalamiz. To'g'ri, bobom bilan bobosi Bakudan. Oh, go'shtlarni qarang. Siz xohlagandingmi? Bir hazillashdim. Men senga boshqa kema ko'qnayman. Demak, hozir Javohir akamiz, shef forimiz hozir hamma ovqatlarni tatib ko'rdilar. Boydan beri hamma og'izlariga qarab turibdi, nimada ekanlarda hamma tayyor turibdi. Final yo'llanmasini kim qo'lga kiritganini hozir o'zlari aytadilar. Tuz jihatidan, maza jihatidan Mo'min akamniki o'sha tuzlari me'yorida. Lekin go'shtlarni yetilish jihatidan bular. O'xshagan taraflama o'zi hamma joyi me'yorida kelgan, ikkaloviligini ham me'yorida kelmagan. O'zi aslida O'zi kelmagan, yemagan ovqat, lekin mayli, endi chaqiribdilar. Lekin Mo'min akam ovqatlari o'sha tam jihatidan yutadi. Tam jihatidan siz o'z ovozingizni Mo'min akamga beraman. Adishe, rahmat. lekin go'sht yoki shuncha saqlab qolishga harakat qilibsiz, o'xshabdi lekin go'sht demay. Keling, bundoq Bilmadim qilamiz. o'zi lekin. Bitta tatib ko'ring. Mana bor Siz tatib ayting, mana ko'raman. bir tatib ko'ring. Yo'q, Men chunki lekin boydan beri kuzatyapman, aytganimdek chixanbili degan narsaga o'xshayapti-da bu. Chixanbiliga. Ja, o'xshab bormayapti, aka deydi. Ha, menda tomat qaraqadir ko'payib ketgan. Tomat ko'paygan. Tuzi sal pastroq. Tuzi pastroq причем endi bitta yeb ko'ringlar manikidan. Yo, ani voshi top. Sizga tamat Almashib yo'q olaylik. menga. Bundoq qilasiz mana. Sousga, bundoq qiling sousga, bundoq qiling. Yog' mana sous mana. Me'yorda tashlayotdim, keyin pomidorni prям yarmini emas, полный tashlayotdim-da. Keyin tomat keldi ustidan. Boshlandi o'shanda qilib qo'ydi. Da. Xo'p, demak, final yo'llanmasini qo'lga kiritgan birinchi finalistimiz Mo'min Life Guldiroz alqishlar bilan tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Like va podpiskani ayamaysizlar degan umiddamiz. Eng yaxshi kommentga hali ham Artel o'z sovg'alarini berishdan charchamaydi. Yaxshi komment yozinglar, sovg'alar egasiga albatta topshiriladi. Demak, birinchi aniq finalimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan ikkinchi aniq finalda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Salomat bo'linglar. Xayr. Like va podpiska. O'tgan safar kim yutdi anaqani kommentda? kommentdimi? Nima degan komment? Buni hozir e'lon qilamiz.